Klinikalarni ham tanlab borish kerak ekan. Bu klinikalarni soni ko'payib ketgan. Bitta dorini o'zi kifoya qilmaydi. Bor gap aytaman. Bemor Dehqonboyev bizga kelganda siyolmaslik, pastki tas sohasida, ya'ni ma'litazdagi og'riqlar bilan kelganlar. Bizda chuqur tekshiruvlardan o'tganlaridan keyin biz ularga prostatektomiya amaliyotini tavsiya qildik va amaliyotni bajardik. Prostata bezi laparoskopik usulda limfa disseksiya, ya'ni atrof to'qimalar bilan birga, limfalar bilan birga tozalab olib tashlandi. Hozirda bemorimizning ahvollari stabil va bugun uylariga javob beryapmiz. Kelganda qanaqa shikoyatlar bilan kelgandingiz? Kelganimda peshob chiqamay 2 kun qiynalganman. Shunda bir ikkita joyga borganda ular yengil-yelpi qaradi. To'g'risini aytaman sizlarga. Yengil-yelpi qarashdi. Hozir borsangiz operatsiya qilishadi, shu bilan 2 kundan keyin chiqib ketasiz deb. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Shu Malayev nomlarini eshitib klinikasini shu yerga tashrif buyurdik. Kelishim bilan boshdan oyoq kollektiv juda bir chiroyli, samimiy muomalam kutib olishdi. Birinchi gaplari bo'ldiki, klinikaning direktori Malayev. Xudo xolasa ko'rmaganday bo'lib chiqib ketasiz yo'ldan. Tezda tuzatib yuboramiz dedilar. Alhamdulillah, Xudoga shukr, lecheniyalarni oldik. Avvalambor do'stim, qolursa Xudodan. O'zi bergan dardni o'zi yana yordamchi bo'ladi. Lekin bitta narsani bilish kerak ekanki, tuzalish uchun bitta dorini o'zi kifoya qilmaydi. Agar 100% tuzaldi desa, shundan 50% dori bo'lsa, 50% shu yerda kollektivi mehr, muhabbat bilan shu kelgan insonga yaxshi munosabat bilan qarashligi. Jam direktorlar Dilmurod, xirurglar, mana shu o'g'lim baraka topsin. Har kirganda ko'ngil so'rashib, "Doda qanaqasi?" Uborsalar, medsistralar hammasi tepamda parvoyi alay bo'lish hammalar. Hali gulga kapalaklar qo'nadi-yu, xuddi shunga o'xshab tepamda yurishdi. Lekin navoda menga o'xshab bitamtalar shunaqa dardga uchrasa, hech qo'rqmasdan mana shu Malayev dargohiga kelib, shu yerdan qo'rqmasdan, hech qanaqa qo'rquv yo'q. To'g'ri, insonni badaniga tiq tegadi. Qo'lingizga zirabcha tegsa ham og'ritadi. Lekin shunaqa muhabbat bilan qilishdiki, ertasiga men o'g'limdan so'rab yuribman soat 5 da. Meni qachon operatsiya qilasizlar? O'sha 1 sutka o'tib ketibdi. Shunchalik mehr, muhabbat bilan qarashdi. Mana haligacha hozir mana yana 1 soatlardan keyin ketishim kerak. Jamshid o'g'lim javob berdilar. Men aytamanki, yo'q, qo'rqish kerak emas ekan. Lekin shu klinikalarni ham tanlab borish kerak ekan. Bu klinikalarni soni ko'payib ketgan. To'g'risini aytaman. Bu yerda bekituvchi gap yo'q, Jamshid. Yo sizni yuzingizda, yo sizni yuzingizga qilayotganim yo'q. Bor gap aytaman. Oddiy bo'lsa ham kelib salom berib, salomlashib, "Xolis qanaqa? Salomatligingiz qanaqa?" deb qirishadi. Allohdan ularga hammasiga sihat, salomatlik, yurtimiz tinch bo'lsin. Bolalariga bosh bo'lsin hammaliga. Topgan tutganlar hammasi bolalariga buyursin, yaxshi to'ylar qilsin. Men boya aytdim. Endi bundan bu yoqda qolsa dardga davo qilib kelmayman. To'yga tikalaman, Xudo xolisa. Hammanglar. Men minnatdorman. Mana shu kollektivni emas. Zamlari ham, uborsalari ham hammasi oliy janob odamlar. Yana qaytaraman. Inson 50% doridan tuzalsa, 50% mehr, muhabbat haliga insonga kasalga e'tiborni tuzaladi ekan. Hozirgi holatim yaxshi. Endi bu qilingan yaralar ozgina bitish kerak. Men a'lo darajada jo'mayman. Chunki bular bitish kerak. Bir hafta 10 kundan keyin yana kelasiz. Qolgan agar muolaja qilinadigan bo'lsa, qilamiz. Biz unga shunga qarab ish tutamiz. Yaxshi. Mana yuryapman, boshqa qilyapman, ovqat yeyapman, suv ichyapman. Minna rahmat shu kollektivga. Avvalambor
shu kollektivni yig'ib jipslashtirgan, shu bilan rahbariga ming rahmat. Ming rahmat shular. Hammasi muomalada, e'tiborda. Bo'lmasa biz bitta oddiy odammiz. Antan kelib salom berib ketsalar ham bo'ladi. Yo tepamga kelib birinchi navbatda Jamshidga, menga kelib so'rab, xudoda qanaqasiz? Yaxshiman. Mana shu ahvolga keldik, xudo xohlasa.